Dada? Qayerdan kelyapsan? Ko'chadan? İçdingmi? Yo'q, macham yo'q. İçdingmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Yo'q, ichmadim. Hamsaya, tez uya. Tajar. Hamsa bu yana nima qildi? Buni ichgan yo ichmaganligini bilish kerak. O'zimiz usul qo'llash kerak. Avo. Hamsa bu ichmaganmi deyman? Yo, ichganmi qalbim sezayapti men. Boshqa usul qo'yamiz. Hamsa, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsa, bachangiz ichmaganmi deyman? Yo, ichganda bu, ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezayapti men. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men Boshlang. Qanday Hamsa? zarbani his qildi. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo, ichgan bu. Qalbim sezayapti baribir. Oxirgi usul qoldi. İçgan deydimi size? Hamsa, yomon topdingiz, geniysiz, professorsiz, Aroq bilan nos aralashtirsa odam o'yladi ana shunday. Video Brix hamkorligida tayyorlandi. Bu to'pov videolar hamda mashlar to'g'rilamingizni aniqlab, ular orqali mo'maygan daromad ishlab topishingiz mumkin. Ushbu videoning kommentariyasidagi ссылкаga asosida kiring yoki yangi registratsiya qilayotib, UzOne promo kodini kiritib o'ting va ilk depasitingiz uchun $500 gacha bonusga ega bo'ling. Oy, basharangga nima so'rayapsan? Adzaga so'rayman. Bahor quyoshi yomonda. Yuzingga narsa toshirib yuboradi, kasal qiladi. Bizning basharamiz eshak terisidan eganda unda. Mani immunitetim pastku, tez kasal bo'laman. Nima kanseraman qaratib yo'qding. Atay qilding, jo'ra atay qilding. Bilardingki immunitetim pastligini. Nimaga buncha to'g'risanga? Mana jigarimga, mana buyragimga, mana buyog'im pishishiga, ya anularga ye. Shuncha dori olib yuraman-da, immunitetim pastku. Ha, nima chaqirding? Shu issiqda cho'pon bilan shapka kiyib olganmisan? Necha shapkaga? Tegma shapkamga. O'zi tegma kasal bo'lsam, hozir cho'milib chiqqanda meningit bo'layman. Boshlandi. Bir narsa bo'lsin, menga sen javob berasan. O'zi nozikkina bo'lsam. Ona? Ha, bo'lam. Meni o'ldirmoqchimisizlar? Kim oynani ochdi, skvasnetda belim og'riydi-yu, ona? Voy, men ahmoq ochib qo'yibman-ku. O'z ona bolasini kasal qiladimi? Uzr, bolam, uzr. Ha, malades. Asharga kelib zo'r qildinglar. Ana o'rtog'inglar nimaga ishlamaydi? O, to'g'ri, ana bitonni olib kelib yoqqa. Amanki menga og'ir ko'tarish mumkin emas. Gemoroyim bor, gepatitim bor, tuberkulozim bor. Oting nima shani? Ismim Nozim, lekin hamma erkaklar meni Nozik deyshadi. Haqiqatdan hamchi nozik bola ekansan sen. Bu ketishingda ertaga qanday o'ylab boqasan sen, ha? Bitta narsa ko'rsataymi senga? Formani qara, formani. Mana ko'rish, Arnold Schwarzeneggermisiz? Qanday bunday bo'lgan? Buni siri oddiy. Zafaron mahsulotlari. Men mana shu zafaron mahsulotini ichganimdan keyin biron joyim og'rigani yo'q. Erkaklik quvvatim hamcha moshni turibdi. Xon boshim ham joyida, tahirlarim joyida. Lubboy kasallikka davo bo'ladi. Buni o'zing ham ichsang bo'ladi. Ota-onangga olib borib bersang, ichib, yosharib, sana duo qilib yurishadi. Mana 97 yoshimda formani qara. Buni qayerdan olsam bo'ladi? Buni o'zi magazinlaridan olsang bo'ladi. Zakaz qilsang, uyinggacha dostavka ham qilib beradi. Buni-chi, chet elliklar oltinga tenglashtirishadi. Nima? Ich, sog'ayib yur. Qachongacha yurasan, bo'ynim og'rida, ko'tam og'rida qilib. Firmadan keluvdik. Vlajin salfetka olmaysizlarmi? Firmadanmisizlar yo aldab urizordan olib kelyapsizlar? O'ziga qaysi biri qulay? Shunga qarab aytamiz-da. To'g'risi, hozir vlajni ketmayapti. Hozir mevani sezoni. Qoldi qulupni olamiz. Qulupni firmadan keluvdik. Kim rasmi bu? O'zimizniki. Shaxsiy brend. Kerak emas. Yo, bizga bu kerak emas. Assalomu alaykum. Firmadan keldik, narsa olasizmi? Ha, olamiz, olib kiring. Voy, so'ramadingiz nimaligini? Nima farqi bor, olib kiraversin. Demak, qiz bola bo'lsa yeydi. Shashaqadanmiz a? Nima u? Shirina shirin qulupnalari, MCC. Hech sizlar firmadanligiga ishonmayman-da. Brend borku mana. Yur.
Rostdan ham bu kiyimni firmadan kiyganga o'xshamaymiz-da. Serozli kiyinamizmi? Vo, davay. Davay, ketdi. Davay. Damashniy qatuv firmasidanmiz. Menimcha yemadi o'rtoq, ketdi. Kasım shunga kiydik. Bizani mahsulotni ishlatgandan keyin odamlar qidirib keladi. Bo'lmaganimi? Ha, endi kerak bo'lib qolmasa shoshilinch tumasini. Ber. Firmadan skuch izolent olmaysizlarmi? Kart olmaysizlarmi? Durak. Kel. Bizlar firmadanmiz, universitetga bu ilinadigan hamma narsalarga. Yo'q, kerak emas. Yo'q, kerak emas. Ha, o'rtoq nima tegma? Bozorda 1000 so'mdan britva oldim, sotamiz. Jinni odamni sog'lig'i bilan o'ynash bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi, ishlatmaydi, tashaveradi baribir. Bo'ldi, men o'ynashdan ketdim. Bolalar agar 6000 dan bersanglar 10 ta lenta olaman. O'rtoq, birinchi sotuvimiz nima qilamiz? Adashtirma. Nima qilamiz? Masajga boramiz. Adashtirma. Cho'g'alab. Adashtirmagin. Nechta senga ham Ulan emgir paddelka. Assalomu alaykum. Formendan keldim. Bizda britvalar bor. Ya, biz britvadan tavba qilganmiz mana bittasi sotib ketdi. Mana hammasini yuzi dabdala bo'ldi. Ha, sizlarni ham aldab ketishdimi? Bizning britvalarimiz Yevropa standartlariga javob beradi. O'zimiz do'koningizga olib kelib taxlab beramiz. Narx ham yonbop shahar bo'ylab do'konlarda mavjud. Sifatiga javob bera olamiz. O'rta Osiyoda faqat O'zbekistonda bor. Ana, yaxshi britva keldi. Endi maza qilib soqol olaverasizlar. Abzaga sotganlarchi? Ular firmadan bizga deb yana keladi. Yurib o'tirib turaylik. Hozir kelib qolishadi. TikTokda Luli degan gap. bu xonga sexidan keluvdik. Mana mashida bizga aldab britva sotgan. Tog'ay. Biznes tegi oldi yo'q. G'ulom, sen qoch. Sanchi? Resimni ko'rasanmi? Qayerga qochaman? Bitakda ko'rishamiz. Ostan ket. Aka, o'zi to'g'risini aytaman.